maylimi? Umuman savol beraman. Qonun borasida savol beraman sizga. O'zi ma'muriy sudga da'vo men uni o'rganib chiqib men sizga aytaman. Qonundan xabaringiz bor? Ha, qonun xabarim yuragim chiqib turib men sizga aytaman. Yo'q, qonundan xabaringiz bor. Qonunni bilasiz-ku. Buni ko'rib chiqishim kerak, yuragim chiqishim kerak. Qonun bir xil bo'ladi hamma vaqt. Da, yuragim chiqib men sizga aytaman. Hozir men aniq qo'lda Ismingiz nima edi aka sizning? Hujjat yo'q, Najmiddin. Najmiddin aka, qarang. Savolimga javob oling. Hali ham savolimga javob olmadimmi? Tushundim, men yuragim chiqib turib, va siz nimani o'rgan? Aka, buni o'rganadigan joyi yo'q-ku. Sizning savollaringizni bersangiz, men yuragim chiqib keyin sizni muloqot qilaman. Yo'q, aka, qonundan savol beryapman. Siz qonunni bilishingiz kerak, prokurorsiz. Provokatsiya qilmayman. Provokatsiya qilmayapman. Qonunni bilasizmi? Birinchidan, men yuragim chiqib turib, sizga savollaringizni bersangiz, tashlab ketsangiz, men sizga yuragim chiqib bermayman. Qonunni bilasizmi? Kelishdik-ku. Nimaga qochyapsiz aka? Men savolimga javob aka, qarang, bitta savol beray sizga. Men aka, to'xtab turing. Men jurnalistman. Tushundim. Men yuragim chiqaman. Agar men hali savolimni eshitmadingiz. Tushundim. Bu yoqdan agar men tushundim masalani, hozir hakimiyat ham bormasa, agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tartib bersangiz, agar men masala haqida gapirmayman. Men sizning harakatingiz bo'yicha gapiryapman. Aka, qonunni bilasiz, prokurorsiz, prokuror qonunni bilishi kerak. Bo'lmasa bitta ishlamaydi, bilasiz buni. O'shaning uchun o'zi aslida ma'muriy sudga da'voringiz, u hamma delo bo'yicha, aynan bu emas. Hamma delo bo'yicha. Yuragim chiqib aytaman. Qonunni men bilyapman, siz bilmaysizmi? Yuragim chiqib aytaman.